Eng yaqin dugonam yigitimga turmushga chiqyapti, deb gap boshladilar bitta obunachim. 3 yildan buyon bitta yigitni sevardim. Ikkalamizning ham niyatimiz jiddiy edi. To'y qilish uchun meni o'qishimni bitirishimni kutayotgandik. Juda ham baxtli edik. Bir kuni 5 yildan buyon ko'rishmagan sinfdoshlarim bilan restoranda yig'ilishga kelishdik. Uchrashuvga 950 sinfdosh dugonam ham keluvdi. Restorandan chiqqandan keyin yigitim meni o'zlari mashinasida tashlab qo'yishlarini aytuvdilar. Dugonam bilan uyimiz bitta mahallada bo'lgani uchun men bilan mashinada ketaver, yigitim seni ham tashlab qo'yadilar deb o'zim bilan dugonamni olib ketdim. O'sha kunning ertasidan yigitim bilan munosabatlarimiz yomonlashdi. Oramiz sovib ketdi. Har kuni arzimagan narsadan oramizda janjal chiqardi. Oxirgi marta urushganimizdan keyin bir oy gaplashmay qo'ydik. Tushkun kayfiyatda yuruvdim. Yaqinda sinfdosh dugonam turmushga chiqayotganini eshitdim. Taklifnomada meni yigitim ismi yozilgandi. Yaxshilab surishtirsam, dugonamga uylanayotgan bola meni yigitim bo'lib chiqdi. Ham sevganimdan, ham bolalikdagi eng yaqin dugonamdan xiyonat ko'rdim. Ikkalasini ham hech qachon kechirmayman deb gaplarini tugatdilar. Hurmatli obunachilar, sizlarni bu voqeaga fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldiringlar.